Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, hurmatli yurtdoshlar. Maniki biz pomidorlarimizni ekilgan holatdan, yerga ekkan holatdan sug'orish, uchini chilpish, bachkisini olish, barigini qirqish jarayonlarini sizlarga ko'rsatib kelyapmiz. Biz bir video qo'ygandik. Pomidorni barigini qirqish haqida. Maniki pomidor barigi qirqilgandan keyingi holat. Bir vatandoshimiz bizga avvalambor u kishiga rahmat. Maniki shuni e'tibor qilib, jarayonlarimizni kuzatib, barglarimizni qirqqan holatlarini ko'rib, bizga yaxshi savol tashlagan. Pomidorni barigi boqadi-ku degan savolni ilgari surgan. Albatta, rahmat sizga shunchalik bizni arzimagan mehnatlarimizni qadrlaganingiz uchun, mana shu e'tibor berganingiz uchun. Maniki qirqilgandan keyingi holat, albatta pomidorni barigi boqadi. Shuning uchun maniki biz pomidorimizni yoshartirib olgandan keyin maniki holat, mana keyingi holat. Albatta biz hosilni sotdik, birinchi hosilini. Maniki o'sha hali terimga yana bir 2 kun bor. Mana tez suratda yosharadi. Agar pomidoringizni siz bir qirqib olsangiz, pomidor yosharadi. Yoshargan pomidor tez rivojlanadi va sog'lom bo'ladi. Hurmatli vatandoshlar, biz bilan birga bo'ling, biz bilan birga qoling. Albatta obuna bo'ling. Sog' bo'linglar.